Xudo xolasa, navbatdagi choramga ekanlik topganimizdi. Yangi bozorga Senat ustaniga olib keldik. Usto'bon, chek, ko'ndagidek bo'ldimi? Otis yoqdimi? Shu Senat akam otisi bilan momoyna patarka qildi xudo xolasa. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Ko'ndagidek bo'libman. Ana endi yaqinlashtirib yotaman. Bizga do'y deb o'tiring. Yes. Senat akam shu yilning xizmatidagi ustalardan yangi bozorlarning ko'pchiligi tanisa kerak menimcha. Bizlarda plotniy usta ekan. İşimizni ko'rib, xalab zakaz berdi. Yaxshi kunlarni buyursin. O'zi istaganday 5 soatni qilib berdik taxtani rangida. Vaqtlarimizdan betob berasizlar, eng zo'r. Rahmat, yana duo etib o'tirasiz bu yerda. Yaxshi. Tanlovdashman, xudo xolasa eng birinchi qo'l, eng sifatlisi kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar.